Assalomu alaykum, hurmatli tunuka mo'shqibozlari, aziz obunachilar. Biz xudo xolasa tunuka mo'shlarimizni davom etmoqdamiz. Yana bitta obyektimiz Farg'ona viloyati Minnanaboddagi magazinning qoshini chiroyli qilib mana shunday qilib bir xilda mokri qilib chizib berdik do'stlar. Hozirgi kunda bir kvadrat tunuka fonimizni 130 ming so'mdan barcha rasxodlarchilar qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa uzuni 30 metrga, o'qirigacha bag'i 12 metr bo'lgan yoni. Tayi 1.40 ga, tevasi 1.15. O'sha tunuka rasxodimiz 130 kvadrat. Buni orqa tomonini ham chiroyli qilib chizib berganmiz. O'zlaring ko'rib, xudo xolasa kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatlaringizdan do'stlar. O'zlaring ko'rish sifatligi mana burchalarni ham chiroyli qilib. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.